Değiştireceği boş açık. Endi to'lib turibdi. Mayda tutaymi deymi? Shumi? To'lib turibdi.
Joyga to'g'ri Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugun xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 22-sessiyasini o'tkazishga yig'ilganmiz. Sessiyada xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 19 nafar deputatdan 15 nafar deputat qatnashmoqda, 4 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Bugungi sessiyada Paxtakor tuman hokimi Abduvohid Husan Boltakovich, tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi, tuman soliq inspeksiyasi rahbari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqda. Sessiyani o'tkazish uchun kvorum yetarli. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Sessiya ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingiz so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif qabul qilindi. Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 22-sessiyasini ochiq deb e'lon qildi. Deputatlar sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 5-quruvchi saylov okrugi deputati Isapov Abbos
Bo'riboy o'g'lini sessiya kotibi etib tayinlash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bo'lmasa ovozga qo'yamiz. Isaqulov Abbos Bo'riboy o'g'lini sessiya kotibi etib tayinlasin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiya kotibi o'rningizni egallashingizni so'rayman. Endi ovoz berishni o'tkazish va uni natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda: Karimov Shamsiddin Shirinovich, Andayev Ahmad Rustamovich, Sulaymonov Nurali Omonboyevich. Sanoq komissiyasi a'zoligi nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar bormi? Yo'q. Boshqa fikr bo'lmasa, sanoq komissiyasi a'zolari ro'yxatini ovozga qo'yamiz. Sanoq komissiyasi a'zolarining taklif etilgan tarkibiga rozi bo'lgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sanoq komissiyasi tarkibi tasdiqlandi. Sanoq komissiyasi o'z ishlarini boshlashlari mumkin. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibini kelishib olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha va o'zgartirishlar bo'lmasa, kun tartibini tasdiqlashimiz kerak. Kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ish reglamenti quyidagicha tasdiqlashni taklif qilaman. Ma'ruzalar uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar uchun 8 daqiqa, ma'lumotlar, taklif va savol-javoblar uchun 5 daqiqa. Ushbu reglament tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar. Ish reglamenti tasdiqlandi. Reglamentga qat'iy rioya qilishingizni so'raladi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida birinchi masalani ko'rib chiqishni o'tamiz. Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashiga 4-Chamazor saylov okrugidan bo'shab qolgan o'ringa deputatlik saylovining yakunlari to'g'risida so'z tuman saylov komissiyasi raisi Xolitov Ilhom Boltaboyevichga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Hammamizga ma'lumki, Saylov kodeksining 93-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 2026-yil 13-yanvardagi ayrim bo'shab qolgan o'rinlarga mahalliy kengashlar deputatlarining saylovini tayinlash to'g'risidagi 1457-sonli qarori qabul qilindi. Joriy yilning 15-fevral kuni yakshanba kuniga saylov e'lon qilindi. Mazkur qarorga binoan Paxtakor tuman saylov komissiyasining 2026-yil 14-yanvardagi 12-sonli qarori bilan Paxtakor tuman hududidagi 4-Chamazor saylov okrugidan bo'shab qolgan deputatlik o'rni uchun saylovga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha kalendar reja tasdiqlangan. Kalendar rejaga muvofiq rejalar xarajatlar smetasi tasdiqlandi va 4-Chamazor okrugi hamda bitta saylov o'tkazuvchi uchastka komissiyalari tasdiqlanib olindi. Hurmatli sessiya yig'ilishi ishtirokchilari, siyosiy partiyalarning tuman kengashlari tomonidan tuman sayloviga 5 nafar deputatlikka nomzodlarning hujjatlari saylov axborot tizimi orqali taqdim etildi. Tuman saylov komissiyasi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar o'rganib chiqilib, arizalar ketma-ketligi bo'yicha 5 nafar deputatlikka nomzodlar ro'yxatga olindi. Komissiyaning tegishli qarorlari Paxtakor hayoti gazetasida va tuman saylov komissiyasining rasmiy veb-saytlarida keng yoritildi. Saylovlar deputatlikka nomzod qo'yilgan siyosiy partiyalardan jami 5 nafar
hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan 1 nafar, jami 6 nafar mahalliy kuzatuvchilar kuzatib bordi. Bundan tashqari tuman saylov komissiyasi a'zolaridan 2 nafari uchastkaga biriktirilib, uchastka saylov komissiyalariga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Saylov jarayonlariga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilganligi, uning ochiq va oshkoralik, qonuniylik va adolatlilik kabi demokratik saylov prinsiplariga qat'iy amal qilingan holda saylov uchastkalarida ertalab soat 8:00 da davlat madhiyasi yangrab saylov boshlanganligi e'lon qilindi va kech soat 20:00 da yakunlandi. 4-Chamanzor saylov okrugi hududidagi ro'yxatga olingan 18 yoshdan oshganlar 2011 nafar saylovchilardan 1552 nafar yoki 77.2% ishtirok etdilar. Jumladan 18 yoshga to'lib ilk bor saylovda qatnashganlar 88 nafarni tashkil etdilar. Bundan tashqari saylovlarda imkoniyati cheklangan shaxslarga alohida e'tiborlar qaratildi. Jumladan 18 yoshdan oshgan nogiron bo'lgan 8 nafar shaxslarning 7 nafariga, o'zgalar parvarishiga muhtoj 10 nafar shaxslarning 9 nafariga saylov uchastkalarida va uyidan ovoz berish jarayonlarida ishtirok etishdi. Ushbu nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy himoya agentligining tuman bo'limlari bilan hamkorlikda uchastkaning 2 nafari a'zosi ko'maklashdi. Saylov o'tkazuvchi uchastkadan saylov mobaynida saylov qonunchiligi qo'pol tarzda buzilganligi haqida xabarlar kelib tushmadi. Ro'yxatdan o'tgan nomzodlarga saylovchilar tomonidan quyidagicha ovoz berildi. 1. Tadbirkorlik va ishbilarmonlik harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Abduvohid Husan Mutoyevga 1375 nafar, 88.6% saylovchilar yoqlab ovoz berdi. 2. ekologik O'zbekiston Ekologik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Egamova Xolida Rahmonovnaga 53 nafar, 3.4%. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Eshmirzayev Umid Hamidovichga 31 nafar, 2%. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Mustanova Dilrabo Mamadaliyevnaga 57 nafar, 3.7%. O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Norbekov Zokir Asadovichga 27 nafar, 1.7% saylovchilar yoqlab ovoz berildi. Natijada eng ko'p ovoz to'plagan Abduvohid Husan Mutoyevich xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi deputati sifatida Paxtakor tuman saylov komissiyasining 2026-yil 17-fevraldagi 28-sonli qaroriga asosan ro'yxatga olindi. Biz jamoamiz nomidan Abduvohid Husan Mutoyevichni tabriklab, bundan keyingi deputatlik faoliyatiga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Hurmatli rais, mazkur tuman saylov komissiyasining qarorini tasdiqlab berishni ovozga qo'yishingizni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha ma'ruzachiga savollar bor. Assalomu alaykum, hurmatli Mutoyevich, deputatlar sessiyasi ishtirokchilari. Xalq deputatlar tuman kengashi 7-chaqiriq 22-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan Paxtakor tumani kengashining 4-Chamanzor saylov okrugida bo'shab qolgan o'rniga deputatlik saylovining yakuni to'g'risida masala xalq deputatlari Paxtakor tumani kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarini ochiq ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasida tuman saylov komissiyasi raisi doimiy komissiya a'zolari ishtirokida o'rganib qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadida muvofiq deb o'ylaymiz. Yana boshqa savol takliflar. Boshqa savollar bo'lmasa, mazkur masala yuzasidan qaror loyihalari sizlarga ham tarqatilgan. Qaror loyihasini
Qabul qilinsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishimizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Ruxsatlaringiz bilan kalendar rejaning 37-bandiga muvofiq deputatlik guvohnomasi va ko'krak nishoni topshirishga ruxsat bersalaringiz. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 31 dekabrdagi 468-sonli qarorining ijrosini ta'minlash, shuningdek, tumanni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishning eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar hamda tuman hokimining sessiyalar oralig'ida qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash to'g'risida so'z Paxtakor tuman hokimi Abdulvohidov Husan Boltakovga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, tumanimiz faollari. Ochig'i, bu deputatlik juda sharafli, juda mas'uliyatli, fidoyilikni talab qiladigan aholimiz o'rtasida shu hukumat bilan, shu tashkilotlar bilan bog'laydigan, ularning muammosini hal qiladigan bir juda bir ko'prik hisoblanadi. Men ham shu deputatlikka saylanganimdan ham hayajondaman, ham xursandman, chunki xalqning ishonchi bu juda hammamiz uchun juda katta yutuq. Men ishonaman, birgalikda deputatlarimiz bilan hamnafas bo'lib, xalqimizga, elimizga shu qandaydir muammolari, masalalari, ularning kutib turgan yechimlarini hammamiz birgalikda hal qilamiz deb o'ylayman. Katta rahmat shu qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Endi ruxsat bersanglar, mavzuga, asosiy mavzuga o'tsam, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi insonga, uning erkin hayoti, qadr-qimmati va farovonligiga qaratilgan bo'lib, bu borada O'zbekiston 2030 strategiyasida 100 ta muhim maqsad belgilab berildi. Mana shu ulug'vor yo'lda barchamiz betakror yurtimiz, oliyjanob xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish har birimiz uchun yuksak sharaf va muqaddas burchdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2025-yil 26 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2026-yilda amalga oshiriladigan eng muhim 6 ta ustuvor yo'nalish belgilab berildi. Sizlarga 2026-yilda amalga oshirilgan ishlar hamda 2026-yilda ustuvor vazifalar ustida to'xtalib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 31 dekabrdagi Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 468-sonli qarori ijrosi yuzasidan 2025-yilda Paxtakor tumanimizda 15.364 nafar aholining bandligi ta'minlangan bo'lib, belgilangan prognoz ijrosi 103% ga bajarildi. Misol uchun, birgina Paxtakor Tex MCH'da 384 nafar fuqarolar ishga joylashtirildi. 2025-yil boshiga ishsizlik darajasi 5.9%, 1,5 nafarni tashkil etgan bo'lsa, yil yakuni bo'yicha 4.4% ga 1350 nafar qisqartirish bo'yicha 2025-yilda 5301 nafar
aholiga xizmatlar bilan qamrab olinib, belgilangan prognoz ijrosi 124% ga bajarildi. Misol uchun 1326 nafar doimiy ishga joylashtirildi. 239 nafar kredit va subsidiya ajratildi. 630 nafariga tadbirkorlikka jalb etilib, 75 nafari kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. 2025-yil boshiga kambag'allik darajasi 12,9% tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 4,1% ga tushdi. 2025-yil boshiga nisbatan 8,8% ga kamaytirildi. Mahalliy byudjetning aniqlangan xarajatlari rejasi 138,2 milliard so'mni tashkil etib, 2025-yilda 167,3 milliard so'mga bajarilib, rejaga nisbatan 121%ni tashkil etdi. Mahalliy byudjetning daromadlar rejasi 80 milliard so'mni tashkil qilib, haqiqatda 80 milliard so'mga bajarildi. Sanoat ishlab chiqarish mahsulotlari hajmi 1,498 milliard so'mni tashkil etib, 109,5% ga bajarildi. Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha 95,9 milliard so'mlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarilib, belgilangan prognoz 200% ga bajarildi. Qurilish va kommunikatsiya sohasida ham qator ishlar amalga oshirildi. 7,8 milliard so'm mablag' hisobiga Suvanobod, Chamanzor va Buyuk Ipak yo'li mahallalarida aholi tomorqa ekinlarini sug'orish uchun 7 kilometr lotok va 6 ta nasos agregatlari yangidan o'rnatildi. 200 million so'm mablag' hisobiga Paxtakor mahallasida bitta ko'p qavatli uy ta'mirlandi. 50 milliard so'm mablag' hisobiga elektr energiya ta'minotida kuzatiladigan uzilishlarni bartaraf qilish maqsadida podstansiyadagi 2 dona 25 ming kilovatt bo'lgan kuch transformatorlariga almashtirildi. 1,2 milliard so'm mablag' hisobiga Paxtakor, Turkiston, Akmal Ikromov, Amir Temur va Navro'z hududlarida kollektor drenaj tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Tashabbusli byudjet dasturi bo'yicha 2025-yilda 19,4 milliard so'm mablag' hisobiga 28,4 kilometr ichki yo'llar asfalt qilindi. 3 ta ijtimoiy soha obyektlari mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, moddiy texnik bazalari mustahkamlandi. Driver loyihalar asosida 455 milliard so'm mablag' hisobiga Toshkent mahallasi hududida Mo'jiza istirohat bog'i zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Samarqand mahallasi hududidagi Janubiy Mirzacho'l kanali 1087-7 va Yurgi 24 kanalining qirg'oqlarida aholi dam olish maskanlari tashkil etildi. 4 milliard so'm mablag' hisobiga 6,5 kilometr asfalt qoplamasi bilan qoplanib, 1 kilometr yo'llarga qum shag'al aralashmasi to'kib ta'mirlandi. Bundan tashqari, viloyat mahalliy byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobiga 26 kilometr tuproq yo'llari shaharlashtirildi. Aholini arzon uy-joylar bilan ta'minlash maqsadida Olmazor, Do'stlik va Toshkent mahallalarida 5 ta 110 xonadonli uy-joylar qurib foydalanishga topshirildi. 295 ta ko'p qavatli uylarning fasad qismi bazalt bilan qoplandi. Tumanda 61 million dollarlik xorijiy investitsiya o'zlashtirildi. Belgilangan prognoz ijrosi 120% ga bajarildi. O'tgan yilda 22,3 million dollar eksport amalga oshirildi. 2025-yilda 96 tonna pulla yetishtirilib, belgilangan prognoz rejasi 100% ga bajarildi. 2,5 ming nafar ayollar jalb qilindi. Har biri o'rtacha 30 million so'mdan daromad olishdi. 102,6 ming tonna g'alla yetishtirildi. Hosildorlik o'rtacha 85,2 sentnerni tashkil etdi. Tumanda 19 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, bitta ixtisoslashgan maktab mavjud bo'lib, ushbu maktablarda 13,781 nafar o'quvchilar tahsil olmoqda.
2025-yilda investitsiya dasturi asosida bitta 15 sonli maktabni rekonstruksiya qilish uchun respublika byudjetidan 7,2 milliard so'm mablag' ajratildi hamda qurilish ishlari yakunlandi. Maktabgacha ta'lim qamrog'ini kengaytirish maqsadida 9,6 milliard so'm mablag' hisobiga G'alaba mahallasida yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib bitkazildi. Bugungi kunda 35 ta kompyuter sinfxonasida 474 ta kompyuterlar mavjud. Elektron jurnal, e-maktab uz tizimi joriy qilingan. Hozirda tumandagi 6 ta tibbiyot muassasasida 827 nafar malakali xodimlar aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Tumanda tez tibbiy yordam xizmatiga 4 dona maxsus avtomobillar xarid qilindi. Natijada chaqiriqlarni qabul qilish 10-15 daqiqadan 1 daqiqagacha qisqardi. Tumanda 4 ta sport inshootlarini o'z ichiga olgan bitta sport muassasasi faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari maktablar va boshqa muassasalarda 100 dan ortiq sport inshootlari mavjud. 2022-2025 yillar davomida 15 ta sport maydonchasi foydalanishga topshirilgan bo'lsa, shundan 2 tasi joriy yilda yangidan qurildi. Joriy yilda sportchilar tomonidan jahon va Osiyo miqyosida musobaqalarda jami 21 ta, 5 ta oltin, 10 ta kumush va 6 ta bronza medallari qo'lga kiritildi. Mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash masalasi davlat siyosati darajasida ko'tarildi. Jumladan har bir mahallada yoshlar yetakchilari faoliyati yo'lga qo'yilib, yoshlar bilan ishlashning yangicha vertikal tizimi yaratildi. O'tgan yilda yoshlar bilan ishlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Mahalladagi yoshlar yetakchilari orqali 14-30 yoshdagi 17.835 ming nafar bo'lgan yoshlar balansi shakllantirildi. Yoshlar balansi asosida ularning mavjud muammolari, qiziqish va iqtidordan kelib chiqib, yoshlar daftariga kiritilgan 166 nafar yoshlarga 640 million so'mlik ijtimoiy iqtisodiy yordamlar ko'rsatildi. Og'ir toifadagi 66 nafar ishsiz yoshlar bandligi ta'minlandi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida tumanda 2025-yilda 40.756 nafar xotin-qizlar xatlovdan o'tkazildi. Ularning 2.615 nafari ayollar daftariga kiritilib, shundan 1.950 nafar ishsiz ayollar ish bilan ta'minlandi. 278 nafar ayollarga 384 million so'mlik bir martalik moddiy yordamlar, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 36 nafar ayollarga 688 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. Uy-joyga muhtoj ehtiyojmand ayollarning 19 nafariga 60 million so'mlik uy-joy ijara kompensatsiya mablag'lari to'plab berildi. Hurmatli tuman faollari, albatta ushbu qilingan ishlar va yutuqlar bilan bir qatorda oldimizda hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan juda katta vazifalar turibdi. Jumladan 2026-yilda ishsizlik darajasi 3,6% ga tushirilib, 2025-yil boshiga nisbatan 2,3% ga kamaytiriladi. Kambag'allik darajasi 2,4% ga va 2025-yilga nisbatan 15% ga kamaytiriladi. Sanoat 1,9 milliard so'm 108,5% ga, qishloq xo'jaligi 2,771,5 milliard so'm 104,7%, xizmatlar 735,5 milliard so'm 113,4%, qurilish 333,2 milliard so'm 111% ga yetkaziladi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar dasturi uchun 6 ta korxonalarda o'zlashtirish ishlari olib boriladi hamda 50 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtiriladi. 16 million dollarlik sanoat va meva-sabzavot eksporti amalga oshiriladi. Driver sohalarini rivojlantirish hisobiga umumiy qiymati 150 milliard so'mlik 30 ta loyihalar shakllantiriladi. Ularni ishga tushirish hisobiga 8 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. 2026-yil mavsumida 97 tonna g'alla yetishtiriladi. 99 ming tonna g'alla yetishtirilib, hosillarga o'rtacha 87,7 sentrga yetkaziladi.
qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ta'minlash maqsadida 200 metr xalqaro kanallar, 35 kilometr ichki kanallar tozalanadi. 190 kilometr lotoklar ta'mirlanadi. 247 kilometr yer ariqlari betonlashtiriladi. Amir temir va bo'ston xo'jaliklarida 100 kilometr konnektorlar tozalanadi. 5 kilometr drenajlar yangidan quriladi hamda tumanda 180 kilometr drenajlar yuviladi. 5 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'limi tashkiloti 125 o'rinda tashkil etiladi va 16 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qisqa muddatli guruhlar ochilib, 425 nafar bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinib, qamrov 89% ga yetkaziladi. Oqbuloq mahallasida 18 sonli maktab to'liq rekonstruksiya qilinadi. Davlat xususiy sherikchilik asosida zamonaviy diagnostika markazi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tibbiyot birlashmasida 50 o'rinli tumanlararo Paxtakor, Do'stlik, Mirzacho'l, Arnosoy, Zafarobod tumanlari uchun perinatal markazi binosi quriladi. Tumanda tip 1 sport majmuasi, yengil atletika yugurish yo'lagi, yopiq sun'iy maydon va tomoshabinlar o'rindig'i qurish va qayta ta'mirlashdan chiqariladi. Aholi sport bilan qamrab olish darajasi 36% ga oshiriladi. Oqbuloq mahallasida aholi ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 5,2 kilometr ichimlik suv tarmog'i yangidan tortiladi. Oqbuloq mahallasidagi tugallanmay qolgan suv tozalash inshootini rekonstruksiya qilish ishlari yakunlanadi. Yoshlar daftari orqali 217 nafar yoshlarga turli xildagi yordamlar ko'rsatiladi. 200 nafar yoshlarga yer ajratish, doimiy ishga joylashtirish hamda imtiyozli kreditlar ajratish orqali bandligi ta'minlanadi. 2484 nafar xotin-qizlarni ayollar daftari ro'yxatiga kiritish orqali ijtimoiy himoya qilinadi. 3537 nafar xotin-qizlar, shu jumladan migratsiyadan qaytgan 195 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlanadi. Hurmatli deputatlar, tumanimiz faollari, umuman olganda Paxtakor tumani xalqini rozi qilish, ularga yanada qulay sharoitlar yaratish uchun oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Shu bois hukumatimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarni bajarish, shu yo'l bilan xalqimizning turmush sharoitlarini yaxshilashdek katta vazifalar oldimizda turganligimiz hammamiz mas'uliyat bilan his qilishimiz lozim. Bu vazifalarni bajarishda barchamizga muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Mavzuchiga savollar bor. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Yuqoridagi masala yuzasidan xalq deputatlari Paxtakor tumani kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari ishtirokida joylarga chiqib nazorat tahlil tadbirlari olib borilgan va atroflicha muhokama etilib tegishli tavsiyalar berib o'tilgan hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Qo'shimcha savol takliflar yo'q. Boshqa bo'lmasa ushbu qaror loyihasini tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilinadi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 3-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. 2026-yilda Paxtakor tuman bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiyasi qarorlar qabul qilish bo'yicha sessiya kun tartibidagi 3-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. 2026-yilda Paxtakor tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida so'z tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nomurod Bekzod Amayevga beriladi.
xalq deputatlari tuman va shahar kengashlariga alkogol mahsulotlarini bundan piyon mustasno realizatsiya qilish uchun hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini 20%gacha oshirish vakolati berilishi hamda mazkur yig'imlardan tushgan tushumlar to'liq miqdorda tuman shahar byudjetlariga yo'naltirishi belgilangan. Yuqoridagiga ko'ra, xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish masalasini xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining navbatdagi sessiyasi kun tartibiga kiritilishi hamda tegishli kengash qarori qabul qilinishida amaliy yordam berishingizni so'ragan. Bu bo'yicha joriy yilning 12 fevral kuni 9 saytimiz sonli xat orqali chiqqanmiz, murojaat qilganmiz. Buni ma'nosi mohiyati mana litsenziya to'g'risida gap ketyapti. Litsenziya mana bu alkogol sotiladigan chakana savdoda shug'ullanish korxonalar tomonidan har oy to'lanadigan 300 ming so'm mablag' litsenziya har oy 300 mingdan o'shani 15% oshirish evaziga demak 345 ming so'm bo'ladi shunda. Oshgan tartibi har oy. Umumiy ovqatlanishdan sal boshqacha ularniki 150 ming so'm. Mana shu korxonalarda alkogol mahsulotlarini sotadi. Ularniki litsenziyasi har oy 150 ming so'm. 15% miqdori oshganida 172.500 so'm etib sotiladi. Shuni tasdiqlashdan so'ng taqdim etamiz. Savollar bor. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26 dekabrdagi mahalla byudjet va byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirish, byudjet intizomini kuchaytirishga doir 387-sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-22-sessiyasi kun tartibiga 2026 yilda Paxtakor tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risidagi masala tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari va soha mutaxassislari vakillari ishtirokida o'rganib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlash maqsad qilmoqda hisoblangan. Qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishimiz kerak. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilingan. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 4-masalani ko'rib chiqishni o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 13-apraldagi 5072-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan 2026 yil boshida shakllangan erkin qonun mablag'lari hisobidan 30%ni ya'ni 632 million so'm mablag'ni tuman hokimligiga boshidagi fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazib berish to'g'risida so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Uzoqov Azamat Bohodirovga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 13-apreldagi 47-yil sonli qarori O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan 2026 yil 1-yanvar holatiga shakllangan 2,3 million so'm mablag'ning ushbu qarorlarga asosan 30% tashabbusli byudjet jamg'armasiga o'tkazish belgilangan. Asosan bizda shakllangan erkin qonun mablag'laridan 632 million so'mni tashabbusli byudjet jamg'armasiga o'tkazish uchun qaror chiqarilishda amalga oshirilishini so'raymiz. Savol. Assalomu alaykum. Ushbu masalani bizlar tuman kengashi deputatlarining doimiy komissiya raislari va mutaxassislarining ishtirokida yig'ilishda ko'rib chiqqanmiz. O'sha 632 million so'mni tashabbusli byudjet jamg'armasiga o'tkazib berishni maqsad qilmoqchi ekanmiz. Tasdiq berishni so'raymiz.
ushbu qaror loyihasini tasdiqlashimiz kerak. Qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Hozir qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilinadi. Hurmatli deputatlar, tuman hokimining sessiya oralig'ida qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash hamda eshittirish uchun so'z tuman kotibiyati mudiri rahbari Mamanova Karimovga berilaman. Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari. Tuman hokimining sessiya oralig'ida qabul qilingan va xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi tasdig'iga kiritilgan qarorlar quyidagicha. Birinchi, Paxtakor tuman hokimining 2026 yil 15 yanvardagi Aman Oybek izohiy yurishini Paxtakor tuman hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha o'rinbosari lavozimidan ozod qilish to'g'risidagi 20.352 sonli qarori. Ikkinchi, Paxtakor tuman hokimining 2026 yil 11 fevraldagi Turg'unboy Baxtiyor o'g'li Xusanovni Paxtakor tuman hokimining o'rinbosari, ya'ni investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlash to'g'risidagi 31.352 sonli qarori. Uchinchi, Paxtakor tuman hokimining 2026 yil 13 fevraldagi Farhodjon Nazarovich Kubayevni Paxtakor tuman hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari lavozimiga tayinlash to'g'risidagi 33.52 sonli HDP qarorlari qabul qilingan. Sizlardan ushbu qarorlarni tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Savol takliflar bor. Savol bo'lmasa, ushbu qaror loyihasini tasdiqlash, qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror loyihasi qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, ushbu o'tkazilgan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-22 sessiyasi yakunlari yuzasidan sessiya kotibi saylov 5-quruvchi saylov okrugi deputati Isabul Abbos Bo'lbonovning axboroti ishladi. Hurmatli deputatlar, Paxtakor tuman kengashining 7-22 sessiyasi yakunlari bo'yicha sessiya kotibi axboroti. Hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, bugun xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-22 sessiyasi belgilangan kun tartibi asosida deputatlarning kvorumi ta'minlangan holda o'tkazildi. Sessiyada jami 19 nafar deputatdan 15 nafar ishtirok etdi. Shuningdek, Paxtakor tuman hokimi, tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi, tuman soliq inspeksiyasi rahbari, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari qatnashdilar. Sessiya kun tartibidagi masalalar yuzasidan ma'lumot. Sessiya kun tartibida jami 4 ta masala kiritildi. Barcha masalalar atroflicha muhokama qilinib, deputatlar tomonidan yakdillik bilan qaror qabul qilindi. Birinchi masalasi bo'yicha xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashiga 4-Chamazor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa deputatlik saylovini yakunlari to'g'risida tuman saylov komissiyasi raisi Xolif Ilhom Boltaboyevning axboroti tinglandi. Ikkinchisi, tuman hokimining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 30 dekabrdagi 118 sonli qarorining ijrosini ta'minlash, shuningdek tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot hamda tuman hokimining sessiyalar oralig'ida qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash to'g'risida Paxtakor tuman hokimi Abduvohidov Husan Bo'takovichning hisoboti tinglandi.
Uchinchisi, 2026-yilda Paxtakor tuman bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nomurod Bekzod Mamayevichning hisoboti tinglandi. 4-si, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprildagi FT50-72 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan 2026-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 30%, ya'ni 632 million so'm mablag'ni tuman hokimligi qoshidagi fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazib berish to'g'risida tuman hisobot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Uzoq Azamat Bahodurovning hisoboti tinglandi. Sessiya yakunlari bo'yicha barcha masalalar bo'yicha qarorlar ochiq ovoz berish orqali qabul qilindi. Qarorlar qabul qilinishda qo'shimcha qarshilar va betaraflar bo'lmadi. Qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash bo'yicha mas'ul tashkilotlar tuman hokimligi bo'limlariga va mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. Deputatlar tomonidan birgalikda taklif va mulohazalar sessiyasi protokolga kiritildi. Shu bilan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-22-sessiyasi ishi o'z yakuniga yetdi. Sessiya kotibi 5-quruvchi saylov okrugi deputati Sohil Abbos bo'ldi. Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 22-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyani olib borish to'g'risida qanday fikr mulohaza bor? Agar boshqa fikr bo'lmasa, shuning bilan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 22-sessiyasini yopib deb e'lon qilindi.